Assalamualaikum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Nurmamat. Bugun biz shu Turkiya Istanbul Bazm olam to'g'riga telefonning to'g'ri turib nomer elish, ya'ni randevu elishning basamoqlari, bosqichlarini ko'rsatish uchun shu videoni tartdik. Oldingi qitim men o'shunga o'xshash bir video tatgan, ammo u qitim tatgan video Bazm olam doktorxonasidagi to'r bekitining burunqi nusxasida nomer olgandik. Hozir u burunqi nusxa to'rbatni amaldan qoldiribdi. Yangi to'rbat sistemasini o'tir qo'yibdi. Shunlashqa mana shu yangi sistemda qandaq nomer olamiz, qandaq randevu olamiz, bo'limlar qandaq tanlaymiz. Shu to'g'riliq bir videoni qilishimiz sababmi shu. Qanday boshlaylik? Mening telefonim Android telefon. Odatda mana shu Chrome tor ko'rgishni ishlatmayman. Chrome'ni bosimiz. Adres yozdigan yeriga randevu bazmi olam deb yozdim. Men buni kirib boqqachqa shu ostida ba'ziligi bazmali randevusi deb shu to'r bekatning xotira adreslari bor. Biz beshida shu yangi izlab turib bir sinab boqaylik hozir. Randevu bazmalim degan oshqush so'z bilan izlaymiz. Izlagandan keyin bazmalim shu Google'dagi uchurlari chiqadi. Buningda shu online randevu bazmi olam degan shu adresga kiramiz. Mana hozir ichilgan beti shu Bazmalam doktorxonasiniki shu yili yangi shu rasmiylashtirilgan nomer elish sistemasi. Bu yerda 4 bosh o'rin eng ustida Bazmalam logosi, uning ostida 4 bosh o'rin ko'rdik. Birinchi bosh o'rniga istiklam agar doktorni bilsangiz yoki bo'limning ismini bilsangiz, aşağı istiklam izlasangiz bo'ladi. Biz bu yerda shu baştan tanlashni bir sinab boqaylik. Aslında aslında bir tanlash bor, hastane seçiniz. Shu ya'ni ba'zi ma'lumotlar bir qancha shu'balari bor. Masalan, Vatan Caddesi'de merkezi şubesi bor. Hozir besib ko'rib boqaylik. Mana shu universitet hastanesi merkez degani birinchi, ikkinchi tanlash. Merkez deb qo'shib qo'ygani Vatan Caddesi'deki şu asosli ana binosi. Onun aslında Dragos Hastanesi, Dragos Ağız ve Diş Sağlık Merkezi degeni şu İstanbul'daki Asya tarafdaki denizin boyundaki bir şubesi. Onun aslında Fatih Ahmet binası Diş degeni Fatih Koçisi'deki küçük bo'lgan şubesi. Onun aslında Eyüp, onun da Sirgin Sultan Gazi diye aşağıdaki rayonlardaki her qaysi şubelerin ismi. Biz hozir mana shu merkezi, ya'ni shu Vatan Caddesi'deki merkezi doktorxonasiga nomer elishni ko'rib boqaylik. Birinchi tanlashni tanladim. Tanlagan ki aslında ana bölüm seçiniz. Bu şeyde şu biz tanlamoqchi bo'lgan şu bölümlerning ismi chiqib turdi. Bu yerda şu hali ko'p bölümlerning ismi. Odatda aşağıya nomer og'il bo'lgan bölümning hammasini bu yerdan tanlagan bo'ldi. Buna qarab baxsak har qaysi bölümler bor. Bizning qarindoshlar ko'pincha ketjih bordig'ini mana shu ich xastalıkları, ya'ni dahiliya, ichki kasalliklar bölümü, onun aslında kadın hastalıkları va doğum bor. Onun ikki qur ostidagi kardioloji degan yurak bölümü. Shu bölümlarga bizning qarindoshlar jiq bordi. Yana neurologiya jiq bordi. Eng ostida uroloji bor. Ya'ni demoqchi bo'lganim, shu listadagi, shu tizimlikdagi siz bormoqchi bo'lgan bölümni tanlaysiz. Ben hozir shu qalb tomir jarrohisi degan bölümni tanlab boqay. Misal qilish uchun ko'rsatamiz uni qarindoshlarga. Tanladim. Ana ashning ostida shu bölüm tanlagandan keyin ostidagi tanlashda doktorlarning ismi chiqadi. Ba'zida biroz vaqt ketib qoldi. Mana shu to'r surati qarta, agar to'r suratining ishtik bo'lsa, ishtiklam ostidagi doktorlarning ismlarini tanlay olasiz. Bo'lmasa biroz saqlab qolasiz. Mana ostidagi doktor seçiniz deganki, tanlashning ichida professor doktor Cengiz Köksal, ustidan ostiga professor, doçent, darajasi bo'yicha tizildi. Eng ostida uzman doktor Shavkat Tuna deb degan doktorim bor ekan. Onun siz shu o'zini qaysi doktor bormoqchi bo'lsangiz, shu bo'limdagi yoki burun sizni ko'rib boqqan doktor bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa boshqa sizga tavsiya qilgan doktor bo'lishi mumkin. Agar shu bo'limda ba'zi olamda ishlasam, markazda ishlasam, shu listada, shu tizimlikda ko'rindi. Men hozir uzman doktor Shavkat Tuna Türk Kolu degan doktorni tanlab boqay. Bu isim talab bo'lgandan keyin mana hozir birinchisi universitet hastanasi markazini tanladik, ikkinchisi qalb va damir jarrohasini tanladik, balkim siz ichki kasalliklar bo'limini va boshqa bo'limni tanlashingiz mumkin. Uni aslida doktorning ismini tanladik. Endi ashning ostidagi randevu ara degan go'sht rangli, ya'ni qizil rangli tanlashni bosamiz. Bosdim. Endi bet yangildi. Endi betning yangilashi istik asligasini to'r suratiga munosabatlik.
Mushu hozir Shavkat Tuna Türk kolu degan doktorninki nimga beti kirdik. Mana shu ustida ismlar chiqib turdi. Ba'zi doktorlar, ko'pincha doktorlarning rasmlari chiqib turdi. Ana lekin bo'limining ismi chiqib turdi. Endi shu qaysi kuni ishlaydi degani mana shu o'ttirki qismda. Ya'ni cumartesi günü 2. ayın 26'sı 2022 yılı kapalı. Yani bugün işlemeydi ekan. Doktor bugün işlemeydi ekan. Şembe günü. Hani yekşembe günü çıkamaptı. Pazartesi günü yani düşembe günü 2. ayın 28 günü 2022 yılı bugün bu doktor işlemeydi ekan. Çünkü kapalı dep mesela külleran çıkıp durdu. Eğer işlese bunda yeşil çıkıp durdu. Numur bu aslamçı mı şu doktorga. Mesela qarab baxsаңыз, mana salı günü, yani seshanba günü saat 8'de, 9'da, 10'da, 11, 12, 11'de, 1'de, yani 13'te, 14'te, saat 2'de, 15'te, saat 3'te, 16'da, saat 4'te bu vaqtlarga numar ag'il bo'ldi ekan. Çarşamba günü qarab baxsaq numar ag'ilmaydi ekan. Yani mishaga 4 kundan 5 kungacha chiqib turdi. Agar bu doktor 4 kun 5 kun ichida ishlamdi, ishlamamdi shuni bilgili bo'ldi. Ondan yana birisi, agar bu yerda bo'lmasa, yeni bir günniki, yeni qarab baxsanglar, şu 3. ayının 3. günniki, payshanba günniki yo'q. Buni yarim kecha soat 12'de açıldı şu. Yarim kecha soat 12'de açıldı. Yeni bir günniki açıldı. Bazı malum doktorlarga mesela 4 gün 5 gün içinde numara ag'il bo'ldi. Agar ag'ilmasa yarim kecha soat 12'ni saqlab tursiz, hani yeni bir gün qalsiz. Endi şu seshanba kundagi soat 9'ni tanladim. 9'dan 12 o'tgan chog'da bir numar bor ekan. Bundan sir yana boshqa soatlarga qarab baxsak, tushdan keyin soat 14, ya'ni soat 2 ga qarab baxsam, mana 3 vaqtda, 3 nimada vaqt nuqtasida bo'sh yer bor ekan. Ya'ni soat 2da, 2da, 12da, 2da, 48da. Men dal mana soat 2 ni tanlayman. 14 yana bastım, bet yana qayta bir yangilindi. Endi miya kelgan chog'da iqomat numaringizni kirgizsiz. Mana ma'bette iqomat numeri kirgizsiz, tug'ilgan kuningizni kirgizsiz, telefon numaringizni kirgizsiz, ana güvenlik kodunu yazsiz, kişisel veriler koruma kanunu metnini okudum, onaylıyorum degan tanlagan keyin onaylan bassangiz, anda sizniki numarangiz elindi. Andan yana diqqat qilib baxsam, ustida pasport no ile shu uchurlarni kirgiz degan tanlashim bor. Uni bassaq, pasport numarangiz agar iqomat bo'lmasa sizga, pasport numeri bilanmi shu ag'il bo'ldi degan gap-ku numarni. Pasport numarangizni kirgizsiz, ismingizni, familiyangizni, ya'ni soyadni, annen apangizning ismini, dadangizning ismini, jinsiyatingizni tanlaysiz, ana keyin tug'ilgan kuningizni yozasiz, cep telefoningizni, telefon numarangizni kirgizsiz, ana güvenlik kodini yozasiz, ana keyin uning ostida kişisel veriler koruma kanunu metnini okudum, onaylıyorum tanlab bo'lgandan keyin ana onayla degan bassangizlar numar elindi. Biz endi miyada ko'pincha qarindoshlar iqomatni oldan bo'lgandan keyin iqomatni tanlaylik. İqamet numaramizni yozamiz. Tug'ilgan yilimizni, iloy kunni tanlaymiz. 12 ayning 2'si 1982. Ham telefon numaramizni yozamiz. Endi güvenlik kodunu yazayım. 84 73. Kişisellashni tanlab qo'ydim. Endi mana yeşil onayla deganni bastım. Mana hozir bu doktorga numarim shu randuni oldim. Ya'ni eng ustida shu uchurlaringiz chiqib turadi. Seni bilan ismim nima shu nede deb chiqdi. Aqidni to'sib etdi. Universitet hastanesi merkez kalp ve damar cerrahisi bölümündeki uzman doktor Shavkat Tuna Türk kolu deganga 3. ayının 1'i, yani 1 Mart 2022 yılı saat 14'te, yani saat 3'ten 2'ga Elma Poliklinik'in ismini kayıt ettim. Kalp ve damar cerrahisi kısa çözüm keldi. Random başarılı oluşturulmuştur. Yani numarını aldık. Onun astıga yazıp koydum. Lütfen random saatinden, yani numara iliştim. Bu şu saat 15 dakikaça şu doktorxon ber pulun. Onun aslında yine yol qanday berishni bilmoqchi bo'lsangiz, astidagi nimani tıklayınız, bassangiz bo'ldi. Deb en aslida random bilgilerini e-posta gönder. Yani eğer e-mail adresingizga, e-posta adresingizga evet qo'ydirsam, astida nim qilsam bo'ldi. Evet qo'ysam bo'ldi. Endi qarindoshlar, bu numar elindi. Qachon bu? Seshanba kuni, ya'ni 3. ayning 1'i saat 2'ga ulgurib berishimiz kerak. Ammo sizning o kunga shu vaqtga boshqa bir ishingiz chiqib qoldi. To'g'ri, bu numar ilish jarayonida pul ketmaydi sizga. O'sha borganki shu 3. ayning 1'i doktorxon borganki pulni to'laysiz. Doktor ko'rinish pulini-chi, oldin to'lamaysiz.
Endi qarindoshlar, bu nomerni aldingiz, randevuni aldingiz. O kuni biror ishingiz chiqib qoldi, yoki bog'ingiz kamidi, yoki ishqilib ma'lum bir sababdan boramidingiz yoki boramay qilishingiz mumkin. O'cha qanday qilish kerak? Bormisan bo'ldi. Bu nomer shu bekor ketib qoldi. Biror sizni zo'rlamaydi, yo bo'lmasa biror sistemda qolmaysiz. Ammo pulingiz ham ketmaydi. Ammo qarindoshlar, agar boramisangiz, amal bor, shu nomerni bekor qilib o'ting. Uni bekor qilib bo'ldi, hozir ko'rsatib qo'yman. Buni bekor qilish uchun men yerda geri deb, eng ustida geri degan tanlash bor. Ashni besib orqa yonsin bo'ldi. Yoki bo'lmasa bu balkim o'chib ketdi 2-3 kundan keyin ochsiz, shundaymi? Shu yana qayta shu randevu bazmalam deb shunga balki qayta kirayli. Mana shu betga kelamiz yana qaytadan. Bu betda anlastig'imni yozib qo'ydim, qarang. Lütfen gelemeyeceğiniz randevularni randevu iptal sayfasini iptal qilib o'ting. Ya'ni bekor qilib o'ting. Agar kelamisangiz bekor qilib o'ting. Chunki sizning o'rningizga ashyaga boshqa bir bemor berishi mumkin. Hamda bir kasalniki bir nomerni egallab tura olmaslik kerak. Agar boramisan bekor qilib eng yaxshi bo'ldi. Yana ikkinchi qurda yozibdi. Uygun randevu bulunmaması durumunda gün içerisinde iptal randevusu olabilecek için tekrar deneyiniz deb. Demak, çoğunu balki men bir bemor siz bormoqchi doktorga nomerlarni bekor qilayotgan bo'lishi mumkin. O chog'da siz shu kunning ichida qarasangiz u doktorga nomer yo'q. Masalan, ichki kasallik bo'limidagi paloni doktorga nomer bo'lmay qolsa, bir qancha soatdan keyin bir qarab boqsangiz, balki yana bir bemor shu vaqtdagi shu nomerni bekor qilayotgan bo'lsa, siz olib kira olasiz demoqchi. Ana 3-qur qarab baksak, yeni günün randevuları her gece saat 00:00'da açılmaktadır. Demek çoğunu, eğer siz ma'lum bir doktorga, ichki kasallik bo'limidagi ma'lum bir doktorga yamiz, har qaysi bo'lsa bo'ldi, bir nomerga o doktor qarasangiz, seshanba kunigacha qarasangiz, hammasi to'shib ketgan, bo'sh bo'lmay qolsa, chorshanba kuni ko'makchi bo'lish uchun mushu kunniki 20 soat 12da 12dan 5 o'tgan chog'da mana shu qayta kirsangiz, shu doktorga yangi bir kunning nomersi bor degan gap. Ichildi degan gap. Aşağıda sinab baxsangiz bo'ldi. Endi biz abay olgan nomerni bekor qilib, ya'ni randevu iptalni qilsak, mana bu sol taraf birinchi tanlashda randevu iptal degan tanlash bor. Uning ichida e-so'nish bor. E-so'nish orqali siz bazmalarni burun tekshirib baqqan tekshirishlaringizni ko'ra olasiz. Uning ismini kirgizsa, uni boshqa bir kun ko'rsatib qo'ymang. Uning yana seriq barkod deb seriq chaplaydigan narsa kerak. Doktor çalışma takvimi degan tanlashda shu qaysi doktorlarniki qaysi kunlar ishlaydi, qanday vaqt ishlaydi, ashani ko'ra olasiz. Xarita va ulashim degani ba'zi ma'lum bir qancha doktorxonalar qanday bardi Google xaritasi nada degan narsalarni ko'rsatib berdi. Endi biz hozir randevu iptal deganni tanlaylik. Mana abay biz shu qatlamar jarrohisi nomer oldik-ku. Men o'zimga oldim, ya'ni shu qaysi bemor olgan bo'lsa, shu bemorniki kimligini kirgizsiz. Andan keyin tug'ilgan kunni tanlaysiz. Nomerni kirgizgan chog'da kimlik numarasini agar to'g'ri bo'lsa ham ustidagi xat yeshilga o'zgaradi. TJ kimlik numarasi geçerli deb. Bu TJ kimlik numarasi balkim iqomat bo'lishi mumkin, yoki vatandoshning numarasi bo'lishi mumkin. Shu to'g'rilab yozgan bo'lsa, ashada geçerli deb chiqib turdi. Tug'ilgan kunimni tanladik. Endi mana girish yapabilirsiniz deb davomni bosdik. Mana shu betda men abay olgan randevu bor. Ya'ni 2022 yil 1 martda seshanba kuni 14-soat 14dagi randevuni misha chiqarib turdi. Endi biz boramaydigan bo'ldik. Shunlashqa buni qizil xat iptal deganni bosimiz. Randevu iptal et deb haqiqatan qilamisiz deb qayta bir mashbat chiqdi. Bu joyda qizil xatni qayta bossak bo'ladi. Randevu iptal etgan. Qilib bekor qilamiz. Mana. Endi shu siz olgan randevu bekor bo'ldi. Shu agar qarindoshlar boramay qolsanglar, bu shaklda randevuni iptal qo'ytinglar. Oson bu ishlar uchun. Chunki men yaqinning xili ko'p qarindoshlar bu to'g'riliq ba'zi ma'lum qanday nomer olamiz deb so'rag'achqa, shunga endi ayrim deb bersam, yana u bo'ldi, lekin men orqali texnik aniq bo'ldi. Chunki telefonni deb bergan ko'ra, men video qilib chiqarib qo'ysam, aniq tushunib olib bo'ldi. Endi bir qarindoshlar shu
Nima uchun doim bezmalimni chiqarishim sabab, hamda Turkiya Istanbulda davlat doktorxonaga nomer ilish jo'randi uchun bek uzun vaqt saqlab ketadi, ham nomer tushmaydi. Chunki jiq bemorlar %90 jiq bemorlar ham davlat doktorxonasiga yuguradi. Biz u yer nomer ilib berib qilib bo'lguncha bek uzun vaqt so'zilib ketib qoldi. Endi shaxsiy doktorxona boraylik desak, shaxsiy doktorxonaniki davolashlari bek qimmat, tekshirishlar bek qimmat. Shunga bezmalam shu nisbatan davlat yerim shaxsiy bo'lg'achqa, shunga bajetda shunda uyg'un tekshirish vaqtini ishtik keladi. Numarim nihoyatda tez vaqtda tushadigan bir yer bo'lg'achqa, shunga tavsiya qilman. Qarindoshlar shu ahvol qarab o'zinglar xohlagan bo'limga numar ilib berib ko'rinsanglar bo'ldi. Agar shu bir ishlar bo'lgan chog'da qaysi bo'limga berishni bilmay qolgan chog'da men uchur qilsanglar, masalan shu WhatsAppda mana bo'limdagi ma doktorga numar berib ko'rinsin bo'ldi deb bersam, mushu orqali numar ilib olsanglar bo'ldi. Bularimiz qarindoshlar, yana bir qitim ko'rishga salomat bo'linglar, o'zinglarni asranglar.